Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijonda Asaka tumaniga yetib kelganmiz. Ya'ni tom yopish haqida videorolik so'raganlarga bugun usta akamiz bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Ya'ni konteyner materialda tom yopilgan loy bossa bo'ladimi deganlarga bo'ladi. Men ko'p joylarda ko'rganman. Aynan mana shu joyga ham loy bosiladigan uslubda tomlarni yopib berilgan. Bu yerga hozir yog'ochdan reyka ham ishlatilmagan, hattoki reykalari ham konteyner materialda bo'lgan va ustini shiferda yopilgan. Turkiyada ham bo'laveradi, shiferda ham bo'laveradi. 400 kvadrat ekan, qaranglar, 400 kvadrat joyga loy ham bosilib tayyor holatga kelgan. Xudo xolasa mana shuni 1 kvadrat metri uy egasiga nech pulga tushadi va mana shu joyimiz nech pulga tushgan. Shular haqida sizlarga videolar tayyorlaymiz. Videolarimizni oxirigacha tomosha qilasizlar va videosiga bir donagina klassik mechasini bosib qo'yishingizni chiqmasin, biz boshladik. Aka, bu joyda 400 kvadrat metr dedingiz-a? 400 kvadrat loy bosiladigan. Hozir bu bemalol ko'taraveradi loyni. Hozir tayyor loy bosilgan holati mana shu. Bosilib ham bo'lingan. Bosilib ham bo'lingan. Ko'rgan bo'lsangiz, mana to'sinlarning orasi mana 1 metrdan qo'yilgan. 1 metr, ha? 1 metrdan. Bu kamdan kam joyga yaqin qo'yiladi, chunki xaridorda klienti bizda o'zaro savdomizga bog'liq-da. Masalan, o'shini taklifi, u agar menga 1 metr qo'yib beringsa, 1 metr qo'yib beramiz. Avvalambor o'sha klient bilan kelishilgan holda bo'ladi. Narxi ham shunga qarab chiqadi. Narxi ham o'shunga qarab chiqadi. Masalan, biz katta qo'yib yuborib, uni ko'yniga o'tirmasligi ham mumkin. O'shuning uchun birinchi xaridor bilan kelishamiz, nechiga qo'yib beramiz, reykasini nechiga qo'yib beramiz, qanaqa bo'lsin deymiz, tushuntirib beramiz ishimizni. Shunga qarab kelishiladi. Shunga qarab kelishilaveradi. Mana o'tiribdi-yu, mana shivillar nima deydi buni? Shivillar xorisi bu. Xorisi. Mana shu ham ichida bo'ladi, kelishilib. Kelishilib. Bu yerdagi mana uni to'rtburchak qilib bir-biriga qo'shilganmi endi shu? Shu bir-biriga qo'shilgan xorisi, mana shu ustun xorilari mana billa tayyor. Sizlardan bo'lgan hammasi. Hammasi o'zimizdan bo'lgan. Silifi ham ko'p joylarda tunuka bo'ladi, endi buni ham kelishiladi. Bu ham konteynerdan emas, suv oqadigan silifi bor. Konteynerdan silif qilib bergansizlar? Ha. Sizlardan. Bu ham endi kelishilgan holda. Hozir bu nimasiga bo'lyapti? Shapkasiga nimasiga? Yo'q, bu naveska отдельный joyga bo'lyapti, bu yoqlarga, mana naveska. Ha, bu tomonga davom ettirganim. Bu joyda tayyorlik ko'rilyapti. Plus list mana shu listda. Shu listlar profil qilingan, mana shular qo'shiladi, to'g'rimi? Bir-biriga profil holatga keltiriladi. Mana bular ugovnik deyiladi. Bir-biriga mana shu holatda vard bo'ladi. Shundan keyin mustahkam bo'ladi. Ha, mana shu holatda razmer profil bo'lib chiqadi, to'rga to'g'ri. Shu holatda bu. Bular ham shunga o'xshash mana. Bular ham bir-biriga vara to'lib, mana shu holatga kelib chiqadi, keyin mana bunaqa firma bo'lib chiqadi, mana bunaqa firma bo'lib tayyor bo'ladi. Aka, mana savolda, yog'ochdan nima afzalligi bor endi buni? Yog'ochdan afzalligi, yog'och bilasiz, sovuqda, boshqada tashlab yuborish, bel erishi bor. Temir birinchidan bel ermaydi. Ichidan mustahkamligi baribir o'z nomi bilan temir. Chirimaydimi bu narsa? Yo'q, bu chirimaydi. Bo'lib ham konteyner material chirimaydi. Aynan konteyner material chirimaydi. Aynan konteyner material chirimaydi. Uzoq yillar turaveradi. Shunaqa. Endi aka tepaga ham chiqib bitta ko'rsatsak, keyin tepada narxlar bilan gaplashamiz. Mana endi tom qismiga chiqdik. Bu joyga mana loylar bosib tayyorlab kelgan ekan. Aka, shunaqa ustunda o'ta ko'p qo'yilganmi yo endi uyda shuni talab qilganmi? Uyda egasi bilan avvalo boya aytganimdek kelishiladi. Bir xillar aytadi, 1-2 so'mga qaramayman, ko'proq material ishlating deydi. Ko'proq material ishlatib, ustunni ham, kashagini ham ko'p beramiz. Ko'rib turganingizdek, mana reykasi ham o'sha bir xil material, bir xil razmerda. Reykasi ham qalin qo'yiladi. Kichkina, unga boshqa, bunga boshqa material bo'lmaydi. Bir xil materialdan hamma yo'g'i bir xilda chiqadi. Ustunlari ham, mana bunaqa kashaklari ham har tomonlama mustahkamligi uchun mana loyga ham bosadi. Mana shu loy mana o'z ko'rib turganingizdek chiqadi, bir 15-10 sm loy chiqadi mana. Bemalol ko'taryapti mana. 20 sm-gacha. Loy sizlar bosmagansizlar-da? Yo'q, ularni boshqa ustalar 20 sm-lik loyni ko'taraverar ekanda, qoyil. Mana shu holat ko'tarib turgan holati mana. Hozir 1 kvadratni nech puldan tushadi shunda aka? Shuni o'zimizda vodiy bo'ylab bo'lsa, shu 130 ming, 150 ming atrofida tushaveradi shu tom, shu holatda. 130 ming, 150 ming qancha ustun, qancha nima qo'yilishiga bog'liq. Usta klient bilan kelishiladi. Menga deydi 1-2 so'mga nima emas, yaxshiroq narxda kelishamiz. Mayli qancha bo'lsa material ishlating, menga mustahkamroq chiqsin deydi. Yana ham ko'p material sarflang deydi, qilib beramiz. Qilib beraveradi. O'sha, ya'ni mana shu reykalari ham konteyner materiallar bo'lgan. Ya'ni bu yerga yog'och umuman ishlatilmagan 400 kvadrat metrlik joy. Xo'sh, hozir 400 kvadratda boring eng minimalli, misol bunchalar ustuni ko'p bo'lmasa ham, sal ustilarni ozaytirsa ham ko'taraveradi-ku bu. Usta endi uy egasini o'z ustakamizdan bir usta shekiliga ko'paytirib bering degan. Shuning uchun
130 mingdan hisoblaylik, boring minimalni, to'g'rimi? 120 mingdan boshlanadi dedingiz. 130 mingdan hisoblasak 52 million so'm chiqyapti. Boring 60 millionga borsin aka, to'g'rimi? 400 kvadrat ija 60 millionga vashim shikalatda. Endi sizlar tomini yopib bermaysizlar, shiperini. Tayyor holatga yetirib berasizlar, 15 ming so'mdan shiperini yopib bersa kerak. Shiferini xizmatini ko'chadan usta axtarib yurmayman. 1 euro bitib chiqib ketsin desa, Kelishilaveradi, ha? shiferini ham o'sha pulga kelishilaveradi. Hozir agar alohida tashqaridan gapirsa ham sizlar tayyor qilib qo'ygan hisobiga arzonga yopib berishadi-da buni. Tashqariga qaraganda baribir 5 ming 10 ming arzon yuramiz. Nimaga? 1 euro bitta joydan chiqib ketsin deymiz-da ishimiz. Sizlar hamma narsalar bilan kelgansizlar, birato'la qilib keyin ketasizlar. Endi tashqarida yursa ham u narsalarni olib keladi, shuni hisobini olib. Shu uydagasini avvalambor yugurib yetimi unaqasi bo'lmaydi. U yoqqa bor, narsa olib kelib boshqa qilib ket demaydi. Eng qizig'i bitta qo'ldan chiqib ketadi bu ish. Hamma yo'g'i bitta qo'ldan chiqib, tayyor tomigacha yopilib, siliflarigacha qotirilib, tayyor qilib beradi. Loy bosadi, bo'ldi, yashaydigan bo'ladi. Tushunarli. Aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab mana shu narx, qolgan joylarga kelishiladi. Yo'lkira narxlari qo'shiladi, boring, to'g'rimi? Shu Bayda-chuyda baribir razницasi bo'ladi, boshqa viloyatlarga bo'lganda. Boring, Toshkent, Samarqand shu joylarga baribir qilib beraverasizlar, kelishiladi. 12 ta viloyatda hammasi xizmat ko'rsatamiz. Razницasi baribir chicha-picha bo'ladi. Tushunarli. Hozir biz obunachilar ham sizga chiqsa deylik, 300 kvadrat joy bormi, 500 kvadrat joy bormi, telefon qiladi, holatni rasm video qilib tashlaydi, narxni primerni hisob-kitob qilib berasizlar. Narxini telefonni hisob-kitob qilib beramiz. Ma'qul kelsa, borganda jicha-picha razницasi bo'lishi mumkin. Baribir tayyor joyda borib ko'rib metr tortgan boshqa, rasmda, telefonda u boshqa bo'ladi baribir. Ko'riladi, ma'qul kelsa, ish boshlanadi. Ish boshlanadi. Tushunarli. Aloqaga chiqaversa, xudo xolasa, ancha mustahkam narsa bo'lar ekan. Va bundan tashqari teplitsalar ham qilib berishar ekan ustakalarimiz. Aka, anaqa salafan simsiz 4 million so'mdan boshlanadi. Shunaqa. Bir sotiga. 1 sotiga 4 million. Harkalari bilan chiroyli qilib. Hisobi sim salafandan tashqari. Endi qolgan anaqasi, misol salafani, sim hamma bo'ladigan bo'lsa 5-6 million, 6,5 million, to'g'rimi? Misol bakov ochiladigan qilib berishlar mumkin. Shunga qarab eshik portishka bo'ladi, termizi bo'ladi, ustunlari mana o'z ko'rib turgandek. Sim salafani bilan bo'lsa, yo'q berish xizmatlari bilan kelishilaveradi. 6 milliondan atrofida o'shanaqada kelishilaveradi. Razницasi bo'ladi 300 so'm. Tushunarli. Profilni qanligi, mashq holatlari, to'rlik. To'rliga? Ha. Necha hozir bu? 4 4 bo'ladi. Bu yarim, nima yarimtalik bo'ladi? Bu yarimtaligi birinchidan katta joyda enlilik uchun, yukka og'ir yukka ham dosh bergani uchun ikkitalik qilib qilingan. Orasi keng joylarga qo'yiladi. 25 metr, 30 metrli joylarga, orasi keng joylarga ikkitalik qo'yiladi. Hozir buni uzunligi necha? Buni uzunligi 9 metr. 9 metr, ha? 9 metr bo'lgan bo'lsa, hozir konteyner materialda o'zi har qanday tomni yopsa bo'ladi. Har qanday konvert, prostoy tom, X-kat, 1-kat, har qanday tom. Arenalarda, stadionlarda yopsa bo'ladi, magazinlar, molxonalar. Bundan katta skalatlar ham? Katta skalatlar ham qilsa bo'ladi. 2 etajligini ulab olsa ham bo'ladi bundan.